Kreslo divan, yakkali divan, shkaf, bunaqa shkaflar, bunaqa shkaflar bor. Hammasini narxlari bilan, razmerlari bilan xudo xolasa aytamiz. Bemalol videoda oxirigacha ko'rishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli Arziydimi kanalimiz obunachilari. Hozir sizlarga shuni ko'rsatayotgan narsalarni narxlar bilan aytaman. Kommentariyada Arziydimi yozib ketinglar, like bosib obuna bo'lib esingizdan chiqmasin. Nari tarafda partalar ham bor ekan. Xo'p, mana shu chap tarafdan birinchi shkaflardan boshlab ketadigan bo'lsak, aka bu razmeri nechi? 1.5. Yo, uzunasi. 210. Bu 210. 220 ga 220. Oxirgi razmeri shu. Narxi-chi aka? 1.5 million so'm. Arziydimi yo'qmi kichkinagina shkafni puliga bemalol xarid qilishlaring mumkin mana. Mana bitta ko'ring. Eng yonida mana bunaqa kichkinagina narsa bor ekan mana. Bitta ko'ring, buni ham orada aytib ketay. Mana. Ayni buni mana qatgadir mo'ljallaganmisiz, bemalol qo'yishingiz mumkin. Narxi nechi pul aka buni? 200 ming beraman. 200 ming so'm. Ko'zgulari bilan. Bo'yi где-то 1.40 atrofida, eniga 40. Xo'p, endi mana shkaf 3 qanatli. Bu narxi nechi pul aka? 650 lira. 650 ming so'mga mana. Bitta ko'ryapsizlar buni. Endi mana bunaqa servant shkaf, mana shunaqa narsa, mana bitta uzoqdan ko'rinishi. Xo'p, buni razmeri adashmasam 180 lar atrofida. Bu tarafda vishilkasi bor ekan. Bu tarafda polkasi xizmat qiladigan narsa ekan. Bu xolasa tortmalari ham bor ekan 4 ta. Buni narxi nechi bu? Bu 700 ming so'm. Kommentariyada yozib ketinglar. Arziydimi yo'qmi mana shu qo'yib ko'rsatgan shkaflarimiz. Bu tarafda xuddi shu narsani sal kattarog'i, bo'yiga balandroq ekan mana. Buni bilan buni bo'yini farqini ko'rayotgan bo'lsizlar. Xo'p, mana. Bu nechi pul aka? Bu 1 million so'm. Bu 1 million so'm. Tezda o'tib ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'pchilik vaqtini olmaymiz degan maqsadda. Bunisi aka? 500 ming qilib beraman. 500 ming so'm qilib beraveramiz buni. Kalitini. 450 ga ekan. Polshaniki ekan, antikvar narsa, kimga qiziq bo'ladi deb aloqa chiqarasizlar. Yog'ochdan ekan. Xo'p, keyingisi mana katta shkaf. Ko'rishlar ham mumkin. Где-то adashmasam 180 lar atrofida chiqadi. 203. 220. Bo'yi 220. Narxi-chi aka? 1 million 600 ming. 1 million 600 ming so'm. Kichkinagina shkafchani puliga ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ochilib yopilishlari yaxshi. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar. Aka, mana shu uchovsini bitta aytib bering, narxini kichkina shkafchalarni. Birinchisi 500 ming Birinchisi 500 ming beraman. so'm. O'rtada 300 mingga beraman. 300 ming so'm bunisi. Har chekkadagini 700 ming qilib beraman. 700 ming so'mga qilib beramiz. Bo'lingan. Buni ichi bo'lingan ekan. Yangidek narsa. Nechi pul dedingiz? 750 ming so'm. 700 qilib beraylik. 700 qilib berar ekanmiz mana. Oladigan. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Arziydimi yo'qmi kommentariy yozib ketinglar. Xo'p, endi yakkali divanimizga keladigan bo'lsak, bu tarafda tortmasi ochilmay qolgan ekan yoshligida. Bu nechi pul? Bu 1.5 million. Bu 1 million 500 ming so'm ikkovsi. Matraslari ham yaxshi. Qolganlari bo'lishi. Ha, bunisini ozgina kami bor ekan, e'tibor qilibsizlar. Ko'pchilik parta ham so'raydi. Partani ham aytib o'tib ketay. Tanasi 200 mingdan. Partasi 200 ming so'mdan donasi tanlab olaverasizlar bemalol. Albatta har dolar bor ekan. Kreslo divanni ko'rsatib ketaylik. Aka, bu kamotchalarchi? Kamotlar qarang, mana unisi 200 ming. Bu 200 ming. Ha, 300 ming. 300 ming. Yangidek. Holatda. Bunisi Bu 250 ming. bu 250 ming. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Sonda bor ekan. Akril. Akril. Ichlari butun. Buni 550 ming qilib beraman. Bu 550 ming so'm. E'tibor qilibsizlar butun. Yana trezor postavka ekan. Ne ishning narsa. Bu nechi pul? 100 mingga beraman. Bu 100 ming so'm. Bemalol aloqa chiqarasizlar bunga. Endi kreslo divanlarimizga keladigan bo'lsak, menimcha divani spalniy bo'ladi. Toshkentniki ekan. Ichlari sasna ekan. Mana spalniy bo'lishi. Buni narxi nechi pul? Buni 1 million 600 mingga beraman. 1 million 600 ming so'mga shu uchovsi ekan. Arziydimi yo'qmi kommentariy yozib keting. Endi ikkita kresloimiz bor ekan mana yerda. Buni ham narxini alohida chiqargan. Nechi pul aka bu? 400 ga beraman. Ikkosi 400 ming so'm. Arziydimi yo'qmi buni ham yozib ketinglar. Yana bu tarafda kreslo divan. Mana. Yaxshi sustainadi. Spalniy bo'ladi bu ham xuddi o'shanga o'xshagan. Bu nechi pul? 1 million 400 qilib beraman. 1 million 400 qilib beramiz bo'lishini. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar. 1 million 400 ming so'mga mana shu holatdagi narsani. Xo'p, endi mana yerda toshoyna bilan nima bor ekan, shuni bitta ko'rsatib bering. Narxini keyin so'raveramiz mana bittasi. Buni ustlari akril, keyingisi kichirog'i, keyin haligini sal kattarog'i. Uni yerda kichkina ko'rsatdim videoda boshida. Xuddi shu narsani sal kattaroq razmeri mana. Hozir buni narxini o'zlariga borib so'raymiz.
Aka birinchi Trimo nechi pul edi? Buni 500 mingga beramiz. Bu birinchisi 500 ming so'm, keyingisi 450 ming. keyingisi 450 ming so'm. Avropada aynaligi. Aynaligi O'sha ro'paradagi 350 ming qilib beramiz. 350 ming so'm qilib beriladi. Kommentariyada. 450 minglik Trimo'ni pubiga ham bor. Ha, tumbasi ham bor 450 ming so'mga tumbalari bilan. Trimo aynaga qo'yilgan yo'q, 550 qilib beraveramiz. Bu ham Trimo ekan. Aynaga bor. Aynangiz bilan 550 ming so'm bo'lar ekan bu ham. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib keting. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat kuzatib borayotganingiz uchun.